Yuju, senga nima bo'ldi? Og'irlikni yo'qotishning yaxshi usuli oziq ovqatlanishdir yoki tashqariga chiqib mashq qilishing kerak. Qani dangasa bo'lishni bas qil. Shunday qilib odamlar giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilarga aylanishdi. Ota-onang xafa bo'lishlari mumkin. Endi chiq. Ba'zan siz kitobni muqovasiga qarab baholaysiz. Hoy, bas qil, tez tugatamiz. Hoy, Fatjo, men seni tatuaj bilan bezantirmoqchiman. Menimcha sen buni do'stingni kelajagi uchun qila olasan, shunday emasmi? Iltimos qilaman, yo'q, yolvoraman, unday qilmanglar, bas qilinglar, yo'q, kerak emas, to'xtanglar, iltimos. Ovozingni o'chir, semiz. Yig'lashni bas qil. Qimirlama dedim. Hiju, sabr qil. Yuju, sabr qil. Bunga arziydi. Jim tur. Yig'layapsanmi? Biz shunchaki chiroyli qilish uchun harakat qilyapmiz. Iltimos, bas qilinglar, yo'q, uzr so'rayman, kechiringlar, bunday qilmanglar, iltimos. Bas qilinglar. Doyung, yo'q, ismimni kerak emas. tatuirovka qiling. Shunda meni hech qachon unutmaydi. Hoy, axir biz seni chiroyli qilmoqchimiz-ku. Cho'chqachaga muhr bosish. Ko'zgudagi qiz 2-qism Atisa Studio kanali uchun maxsus. Hiju, xavotir olma. Bu oddiy tatuirovka, u o'chiriladi. Ha, hammasi meni aybim. Men bu cho'chqadek besunaqay tana va yuz bilan tug'ilmasligim kerak edi. 얼굴로 그냥 이 세상이 살아가는 게 문제. Ha, to'g'ri, sen haqsan. 네가 잘못했어. Nima? Ha, hammasiga sen aybdorsan albatta. Sen buni qanday aytyapsan? Xo'sh, sen nima deyishimni kutgan eding? Hoy, qizlar, bas qilinglar. Nega? Men bunga loyiq bo'lishni nima qildim? Semiz tug'ilgani bu meni aybimmi? Yo'q, men sening tashqi ko'rinishing haqida hech narsa demoqchi emasman. Xo'sh, unda nima? Albatta, men sening shaxsiyating haqida gapiryapman. Sen hatto ularga qarshi kurashmaysan ham. 성격이 Hoy, Hiju, to'xta. Hoy, seningcha men nima qilishim kerak edi? Mening ularga toqat qilishdan boshqa hech qanday ilojim yo'q. Ular sen bilan hech narsa qilmagan bo'lishi mumkin, lekin sen uchun bu aytishga oson, bilasanmi? Men qanchalik qiynalaman. Albatta, sen hech narsani bilmaysan. Mening dadam og'ir aqliy zaiflikka ega. Men hatto uni to'shakda ham ovqatlantirishim, g'ojatxonaga olib chiqishim kerak. O'rta maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda ko'p mish-mish tarqaldi va meni ko'p haqorat qilishdi. Gohida tinmay yonvolardim, gohida esa chidar edim. Ammo bu vaziyat borgan sari yomonlashdi. 요즘에 수위만 더 심해지더라. Bilasizlarmi, men bu haqida uzoq va qattiq o'ylar edim. Xo'sh, men nima qilishim kerak edi? Albatta, bu sening aybing emas. To'g'ri, sen haqsan, bu mening aybim emas. Shunday qilib, men o'zimni aqldan ozdagandek tutar edim. Qachonki ular meni urishmoqchi bo'lsa, baqirib yuborardim. O'shandan keyin meni hech kim haqorat qilmaydigan bo'ldi. Shunga qaramay hech kim men bilan do'st bo'lishni xohlamasdi. Nima demoqchisan? 무슨 말이 하고 싶은데? Men aytmoqchimanki, tashqi ko'rinishingni o'zgartirishing kerak emas. 아니라고. O'zingga nisbatan bunchalik qattiqqo'l bo'lma. Men doim sening yoningdaman. 도와줄게. Heyju, men ham sen uchun jasur bo'laman. Uyg'on ahmoq. Sen meni kunimni buzding, buni bilasanmi? Buni qanday qilib o'rnini to'ldirasan, a? Yurtingga. Jona. Menga. Sen ahmoq, javob ber. Ahmoq. Ahmoq sochiq boshi. Salom Fajjo.
Hoy. Ahvoling yaxshimi? O'zingga nisbatan bunchalik qattiqqo'l bo'lma. Men senga yordam beraman. Hoy, nima nonushtaga cho'chqa go'shti yegansan? Senga cho'chqa hidi kelyapti. Yo'q, axir Fatjoning tabiiy hidi. Voy, men hech narsani his qilmayman, hattoki bu hali ham ayolning husdini. U shunday jirkanch. Hey, Jo, sencha ozishing kerak. Yoji, albatta. o'zing uchun ozishing kerak. Yo'q. Seni har doim la'natli cho'chqadek ovqatlanasan. Bu bilan ozishing mumkin emas. Kitobni muqovasiga qarab baholama, eshikni yop. Hoy, hey, Jo, tur, maktabga kech qolasan. 일어났어? Oyi, nega meni ertachi turg'izdingiz? Axir sizga erta maktab bormoqchi emasligimni aytgan edim-ku. Men o'sha tabriklarning hammasini eshitdimmi? Ah, chinursin, bu semiz oyoqlarni jonimga tegdi hammasi. Ha, to'g'ri, men har doimgidek cho'chqa deyman. Menga nima bo'ldi? Ko'zgudagi qiz Aziza Studio kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovozlashtirishda Shahboz va Choliqushi ishtirok etdi.